Hilola erta sahardan kirlarni to'plab yuvmoqchi bo'ldi-yu, negadir o'g'li injiqlanib hech ish qilishga qo'ymasdi. Qaynona bolani bahona qilmasligini aytib, dahlizda turgan beshikni olib kirib berishni buyurdi. Kelin beshikni olib kirdi. Beshikni to'g'irlagan kishi bo'ldi-yu, ish bilan eshikka chiqib ketdi. Oyijonisi bolani yechintirib, beshikka qattiqqina qilib belab qo'ydi. Hilola eshikdan kirib bolani emizib uxlatmoqchi bo'ldi. Bola negadir injiqlanib hech uxla olmasdi. Qaynona keliniga bemalol kirni yuvib, hovlini supurib, ishlarni qilib olishni, bolani o'zi tebratib uxlatib qo'yishni aytdi. Hilola o'choqqa o't yoqib, suv istab boshladi. Suv isigunga qadar hovli ishlarini qilib oldi. Uy ichidan bolani yig'i ovozi eshitilib turardi. Hilola kirni kir mashinasiga solib, uyiga kirib bolani beshikdan yechib olishni oyijonisidan iltimos qildi. Qaynona: "Biz ham beshikda 5-6 ta bolani katta qilganmiz. Bir kun kechgacha yotsa hech narsa qilmaydi. Bolani emizib, ishingizni bilib qilavering", dedi kesatib. Hilola bolani yana emizib, kirini yuvgani chiqib ketdi. Bola yig'idan to'xtamas, bu jonisi beshikni qattiq tebratishni to'xtatmas edi. Hilola 3 soat ichida butun boshli oila kirni yuvib tugatolmay, bolani yig'isiga chidolmay yana uyga kirdi. Bola yig'idan tolib ko'zlari suzilib qolgandi. Kelin yana oyijonisiga yuzlandi. "Oyijon, nevarangizni hech bunaqa odati yo'q edi. Keling bir yechib orqalarini silab, yana boshidan beshikka belab qo'yamiz. Yo'q demang oyi", deb yalinar edi. Oyijon na iloj rozi bo'ldilar. Hilola beshikdan bolani yecha yotib, qo'li xo'l bo'lganini sezdi. "Siydik yozib uxla olmabdi-da", deb xayoldan o'tkazdi. Keyin esa ne ko'z bilan ko'rsinki, bu siydik emas, qon edi. Bolani belayotgan beshikni ko'zdan kechirmaganda, beshikning tuvagiga kalamush kirib olgan edi. Hilola shok holatiga tushib qoldi. Bu holatni ko'rgan oyijon baqir-chaqir qilib qo'shnilarni chaqirdi. Kimdir tez yordamni chaqirib qo'ydi. Tez yordam kelib, ona bolani kasalxonaga olib ketdi. Bola ko'p qon yo'qotgani va kalamushning zaharli tishlaridan zaharlangani uchun 3 kun reanimatsiya bo'limida yotib, 4-kuni olamdan ko'z yumdi. Ona zor savdoyi bo'lib qolganda, qaynona qilgan ishidan ming pushaymon bo'lmasin, nevarasini ortga qaytarishni iloji yo'q edi. Bu to'qima hikoya emas, balki shu kunlarda bo'lib o'tgan voqea. Iltimos onajonlar, bolani beshikka belashdan avval beshikni zimdan ko'zdan kechiringlar. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deb bejizga aytilmagan. Aziz do'stlar, ushbu videorolik boshqalarga ham yetib borish uchun o'z hissangizni qo'shgan holda video ostiga bir dona like bosishni unutmang. Zero yaxshilikni yetkazgan uni qilgan bilan barobardir.